Xo'p, o'rtoqlar, hozir ko'chadan hali 15 mingga sotib oladigan mojitolayim bor, o'shani tayyorlashtirib ketaman. Xo'p. Birinchi mana shunaqangi katta stakan olamiz. Uning ichiga oddiy har doimgidek limon, ko'proq bo'ladi limon, faqat ozgina ko'proq tashlaysizlar limonni. Ho'pa. Xo'p, undan keyin o'zimizda ariqda bo'yida o'sadigan mana bunaqangi yalpiz bor, o'shani tashlaysizlar. Mana shu. Undan keyin ichiga har doimgidek muzsiz bo'lmaydi. Chunki sovuq bo'lishi kerak. Hop. Undan keyin Sprite, oddiy Sprite. Bu hozir xuddi mana shunaqangi razlivnoy bo'lishi kerak degan xayol bo'lmasin. Любой Sprite bo'ladi. Har qanaqangi Sprite. Endi anaqa borgani erindim-da, o'shaning chetda oddiy quyadigan yarim to'ldirasizlar, yarimdan ko'proq, ha. Har doimgidek nima? Yana vishnoviy sok. Sizlar bilmadim, men yaxshi ko'raman shunaqa. Shuni o'zi ham bo'ladi mana shunaqangi, lekin vishnoviy sokdan kuyvorsaling, ta'mi ajoyib o'zgaradi. Hop, mana. Hoppa. Nima deyapti mana? Qalay. Hop. Endi agar yana ham bir обычный bo'lsin, o'zi normal holati mana shu. Mana shu 5 minut shunday qo'yib qo'yasizlar, 5 minutga. 5 minutda o'zi chiqib oladi hammasi. Ular ta'mi, mana yalpizni ta'mi, qo'lda ham tiqib oldik. Mana shu limonni ta'mi, hammasining ta'mi aralashib oladi 5 minutda. Xo'p, agar yana ham обычный bo'lsin desalar, men yerda mana bunaqangi apelsinli sok bor mana. Mana shu apelsinli sokni olasizlar. Yana ham yaxshi bo'lsin desangiz, hali обычныйroq chiqadi desangiz, mana buni ichida hali ezilganda chiqadigan jinday unaqalari bor, mayda-mayda. O'shalari jinday chiroy berib turadi, ta'mini ham ozgina o'zgartiradi. Ko'p yubormaydi. Mana. Qalay, keyin bitta bunaqadan shunday olasizlarda. Shunday tiqasizlar. Mana sizlarga.